Hammaga assalomu alaykum. Mebel olami kanali obunachilari. Mana shu ko'rib turganingizdek eng sifatli mahsulotlarni sizlarga taqdim qilmoqchimiz. Qaranglar, xohlasa rosa chiroyli chiqyapti mahsulotlarimiz sizlarga arzon, sifatli, hozir sezon bo'lishiga qaramasdan o'tgan yil narxlarda qo'yib bersak, nima deysizlar akalar? Go'zal holatda bu ishlarimiz. Albatta YouTube kanalimiz, Instagram, Telegram kanallarimizga faol bo'lib turinglar, arzon narxlarda qilib beryapmiz. Endi bu videoyim butun O'zbekiston bo'ylab, viloyat shaharlariga, vodiy bo'ylab o'zimiz ustanovka qilib beramiz. Dastavkalar ichiga olgan holatda qilib bersak, nima deysizlar? Albatta, xursand bo'lasizlar degan umiddamiz. Qisqacha qilib aytganda, eng chiroyli narxlarda kanalimizda obuna bo'lib turinglar, arzon narxlarga qilib beramiz. Mana bu mahsulotlarimiz ketdi. Mana xudo xolasa, bu mahsulotlarimiz 2,5-3 joyga tushadi. To'liq holatda 240 ga 290 bo'ladi. Bu mahsulotlarimiz 10 ta odam sig'imga ega. 15 ta 20 ta odamni ham ko'taradi. Balkalari 4 qatorda qo'yilgan. Mana xudo xolasa, oldi koronali. Buni Farg'onaliklar ko'pi boy xotinlikda, bizda esa boy tog'a deb qo'yganmiz. Buni so'rini opodasi Anjanjaqi Shevada aytganda. Bu mahsulotlarimizni g'ildiraylari bilan xudo xolasa 6 million so'mga vodiy bo'ylab o'zimiz ustanovka qilib beramiz. Vodiydan tashqariga razborka holatda upakovka qilib chiqarib beramiz. Samarqand, Qashqadaryo, Buxoro shahargacha dastavkasi bepul 6 million so'mga. Endi bu mahsulotlarimiz birinchi arzonidan ko'rsatadi endi bu qatorda. Endi bu mahsulotlarimizni xudo xolasa 4 million so'mga mana shu so'rini uyingizgacha olib borib o'rnatib berish vodiy bo'lab bepul 4 millionga. Vodiydan tashqari Samarqand, Qashqadaryo, Buxorogacha shunaqa narxda endi u yerga kelishilgan holatda. Balon desanglar 200 ming so'm baloniga qo'shiladi. 240 ga 290. Xudo xolasa ustunlari yong'oq, qolgan hamma joylari sasna mahsulotlari. Endi atirgulligimizni keng kuzaturinglar. Endi bu tortma mahsulotlarimiz, xudo xolasa go'zalligini qarang. Korona dili tortma so'ri deb nomlab qo'yganmiz. Go'zal holatda bu ishlarimiz ham sifati, kachestvasi va shu dar holatda balkalari 4 qatorda qo'yiladi. Oldilari mana ko'ryapsiz, shohonali holatda qilingan bu mahsulotlarimiz. Bu mahsulotlarimizni 4 million 200 ming so'mga vodiy bo'lib dastavka. Xudo xolasa o'zimiz ustanovkasi ichida qolgan joylarga kelishilgan holatda qilib beraveramiz. Samarqand, Buxoro, Qashqadaryo sentrigacha 4 million 200 ming so'm. Endi oliy atirgulli mahsulotlarimizdan xarid qilasizlar degan umiddamiz. Bu ham 240 ga 290 atirgulli deyishimizga sabab akalar 20 likda bo'lgan buni taxtasi va qarab ko'ryapsizlar, bir qarishdan tashtish go'zalligini. Bu mahsulotlarimizni xo'p, bu mahsulotlarimizni 500 dollarga mana shu so'rimizni 6 million so'mga g'ildiragi dastavka ichida qilib beraveramiz. Endi to'xolasa 500 dollar dedim, 6 million so'm. Bitta xon taxtasini ham qo'shib beraman. Mana shu so'ri uchun amal qiladi. To'xolasa sifati ideal. Oldilari ham mana shohonali. Asha udar holatda chiqdi. Endi xudo xolasa so'rini opodadasiga kelyapmiz. Mana xudo xolasa bu so'rimizni 500 dollarga qilib beramiz. Vodiy bo'lib dastavkasi, ustanovkasi ichida. Qaranglar, sifati ideal holatda chiqdi. Akalar, mana sifati ko'ryapsizlarmi? Taxtani pechenye holatda ishlab chiqarilgan. Balkalari ham mana xudo xolasa 1 2 3 4 5 ta qo'yilgan. Oldilari telefonga sig'mayapti. Qalin holatda qo'yilgan. Mana zo'r balonlari ham bor. 6 millionga dastavka ichida vodiy bo'ylab. To'g'risi, sifatli mahsulotlar doim bizning kanalimizga kuzatib turishlar, chiroyli qilib beramiz. Bu mahsulotlarimiz 210 ga 270 balkalari 5 qatorda. Endi bu mahsulotlarimizni Andijon bo'ylab bu dastavkasi 2,5 millionga qilib beramiz. Endi qolgan joylarga kelishilgan holatda vodiy bo'ylab dastavkasini qilib beramiz. Ozmoq narxi qo'shiladi endi bu yerga. Bu so'rlarimiz o'zi arzon so'ri, ozgina narxida foydasi qolgani uchun shu narxda qilib qo'yapmiz. 2,5 millionga Andijon bo'ylab qilib beramiz. Balkalari 5 qatorda. Xohlasiz bu gulni olasiz. Bizga gulini qizig'i yo'q, xohlang bu gul, xohlang bu gul. Yana mana bu gulimiz ham bor. Razmeri shu 210 ga 270. Endi 2,5 larimiz bor. 2 million 350 ming so'mga mana shu so'rini qilib beramiz. So'rini o'zi albatta 2 ga 2,5. Endi kichkinalarimiz bor, choyxona so'ri 1,5 millionga
Andijon bo'ylab qolgan joylarga kelishilgan holatda. Optim olaman deganlar uchun 1.350.000 dan qilib beramiz bu mahsulotlarimizni. Endi u 90 ga 220 ligi men bor. Bu so'rim 1.850.000 so'mga qilib beraman. 2.5 ligi bor. Xuddi shunaqamiz. Mana turibdi, orqadan ko'rsatib beradi, odamlar o'tirishibdi. Bu mahsulotlarimizni xo'p 2.200.000 so'mga Andijon bo'ylab qilib beramiz. Vodiy bo'ylab dastlabkisi oz-moz narx qo'shiladi, kelishilgan holatda qilib beramiz. Endi tuxum kachellalarimiz ham bor. Albatta, Mebellar olami kanalimizga obuna bo'lib tursanglar, xudo xolasa, mana chiroyli holatda opamiz ham o'tiryapti. Bu narigisini ko'rsataveraydi. Bu qaranglar, 250 kilo ko'taradi, xudo xolasa. Ikkita turbali burjinalari bor. To'shaklari ichiga holatda Andijon bo'ylab 2 millionga qilib beramiz. Bu mahsulotlarimizni vodiy bo'lib oz-moz narx qo'shiladi, kelishilgan holatda qilib beramiz. Ja qimmat bo'lmagan holatda. Ota-onangiz sovg'a tariqasida xarid qilsanglar bo'ladi. Bu mahsulotlarimizni 2,5 millionga Andijon bo'ylab, Andijon shahar emas, Andijon bo'ylab vodiy bo'lib oz-moz narx qo'shilgan holatda olib borib beramiz. 210 ga 270. Balkalari mana 5 tadan qo'ygan. Bizning manzilimiz xudo xolasa mana Mirzo Mebel milliy so'rilari. Nomerlarimiz 90 414 41. Tilla bozoriga kelasizlar. Tilla bozor yo'lida mana shu Mebel bozori, Mirzo Mebel milliy so'rilari, mana shu so'rilarimizni ko'rsatyapmiz, xudo xolasa. Bu mahsulotlarimizni endi ko'rsatib qo'yaylik. Eng shohona, eng qalin taxtalari 6 li mahsulotda ishlab chiqarilgan, xudo xolasa. Mana pol taxtasi 207, shpontga pol taxta, balkalari mana 4 qatorda qo'yilgan. Balonlarni ham qo'yib qo'yganmiz, xudo xolasa. Sifati ideal holatda bu kachitivali ish. Bu tovus korona deb qo'yganmiz. Bunimizni narxi akalar 7 million 500.000 so'mga balonlari bilan vodiy bo'ylab vodiy bo'ylab o'zimiz ustanovga qolgan joyga Samarqand, Qashqadaryo, Buxorogacha dastlabkisi bepul viloyat markazlariga albatta. Uyingizgacha bo'lsa yana oz-moz narx qo'shiladi vodiydan tashqariga. Xudo xolasa. Kastivalari ideal holatda. Endi o kachilalarimiz ham bor. Albatta, o'z kachilalarimizni ham bir ko'rsatib o'taylik. Albatta, chiroyli narxlarda qilib beramiz. Endi bu mahsulotimiz ko'ryapsizlar, akalar. Tepalar leksalli, xudo xolasa, vahsha utar holatda. Andijon, endi bu kachilalarimizni faqat Andijon shahar ichi dastlabki qilib beramiz. Sababi so'rovlarimizda ulgurmoqmiz, bir donaga laboyimiz bor. Shu xolos ulgurib borsak, albatta, vodiy bo'lib bitta shopirlarda gaplashib beramiz o'zimiz yo'l kirasida. Bu mahsulotlarimiz xudo xolasa lazerli mahsulotda, spinkalari ham nariyoqqa yotadi. Akalar, bu mahsulotlarimizni Andijon shahar ichi 3.500.000 so'mga qilib beramiz. Shaharimizdan tashqari kelishilgan holatda qilib beramiz. Endi Voha tarafdan telefon qiladigan bo'lsanglar, 3-4 kun kutib qolasizlar. Sababi sizlarga bu holatda Isuzu'larga sig'maydi. Bu yerni bo'shatadigan qilib, tepalarni yechiladigan qilib beramiz. 3,5 millionga qilib beramiz. Mashina ham gaplashib beramiz. Mashinaning pulini albatta o'zingizlar to'laysizlar. Endi bunimiz bu 2 leksali deb nomlab qo'yganmiz. Bitta stoykali. Bu mahsulotlarimizni 4.150.000 so'mga Andijon shahar ichi qilib beraveramiz. Sizlarga ham xuddi shunaqa, o'sha aytgan gapim Andijon shahar ichida amal qiladi. Voha tarafdan telefon qiladigan bo'lsanglar, 3-4 kun sabr qilib kutib tursanglar, albatta tepalarni bo'shadigan qilib, yangi tayyorlab qilib beramiz. Albatta screenshot qilib tashlaysizlar, chiroyli qilib beramiz. Xudo xolasa 4.150.000 so'mga buni olarmidinglar, 3.500.000 ga nargini olarmidinglar. Endi farqi mana ko'ryapsizlar, xudo xolasa zo'r holatda chiqdi. Mana Mebellar olami kanalimizga albatta obuna bo'ling. Albatta chiroyli narxlarda qilib beramiz. Kommentariyaga qaysi viloyatdan kuzatyapsizlar bizni albatta yozib ketinglar. Arzon narxlarda qilib beryapmiz. Biz uchun sizlarning fikringlar juda muhim, ahamiyatga ega. Hammaga rahmat. Mebellar olamidan oling.